بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين Qayta tirilishni va jazoya mukofot berilishni yolg'on deydigan kimsaning holini ko'rdingizmi? فذلك الذي يدع اليتيم U tosh bag'irligi tufayli yetimni qo'rslik bilan haydab, u bechorani o'z haqqidan mahrum etadigan kimsadir. ولا يحض على طعام المسكين U ehtiyojiga yetarli narsasi bo'lmagan miskinni to'ydirishga boshqalarni targ'ib qilmaydigan kimsadir. Shunday ekan, o'zi unga qanday taom bersin? فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون Namozlariga beparvo bo'lgan, ularni mukammal ko'rinishda va o'z vaqtida ado etmaydigan namozxonlarga qattiq azob bor. الذين هم يراءون Ular yaxshi ishlarni riyokorlik bilan qiladigan kimsalardir. ويمنعون الماعون Ular oddiy ro'zg'or buyumlarini ham birovlarga berib turmaydigan kimsalardir. Ular na Parvardigorlariga go'zal ibodat qildilar, na uning bandalariga yaxshilik qildilar.